Bittagina bu instrumentni sotib olgan bilan santexnik bo'lib qolmaysiz. Shuning uchun bu gapimni aytib o'tyapman. Nimagaki, mana shu holatda montaj bo'lgan. Razmerlar bir-biriga mos kelmagan, parametrlar bir-biriga mos kelmagan. Bittasi teplый pol liniya, bittasi radiator liniya. Hozir buni kotelga 55 gradus berilgan. Hozir xonalarni bitta-bitta ko'rsatib o'taman teplovizor bilan. Kotel 60 gradusgacha deyarli ko'tardi. Teplovizorimizga esa 45-46 gradus ko'rsatib o'tiribdi podachi. Radiatorlarga ham kamida 45 gradus bo'lgan bo'lishligi kerak. 10 ta plus minus bo'ladi. Teplый pol tashlangan liniya bu kotelga yaqinroq, ya'ni gidrokollektorga yaqinroq bo'lgani uchun 30-35 ko'rsatib o'tiribdi. Bunisi radiatorimiz 36 beryapti. Radiatorlarga termogolovka qo'yilgan. 35 kirish bo'lyapti hozircha. 44 gradus yuqorisi, pasti 28 gradus bo'ladi. Biz buni qaytadan переделка qilib o'tamiz. Videoni tomosha qilib turing. Suv chiqdimi deyman o'zi. Disnovatorni qo'yadigan joyda bu. Kotelimizni qaytadan yig'ib berdik. Bera qilib o'tgan ishlarimizni bitta ko'rib chiqing. Dislomator qo'ydik, termokranlarimiz, gidrokollektorimiz, nitroxodovoy. Bular hammasini qo'yishdan maqsad gaz ekonom bo'lishi uchun. Kotelga 50 gradus qo'yganmiz, xo'sh radiotorimizga 48-49 gradus suv aylanyapti. Keyingisiga xo'sh 42. Sistemamiz stabilni ishlashni boshladi. Shunaqa sifatli xizmatlar va mahsulotlar kerak bo'lsa, Hamkor Santexnika servisga murojaat qilasiz.